Hammaga xayrli kech. Mana kechki paytda soat hozir 21:20. Sizlar bilan diydor ko'rishib turibdi. Bolalarim bilan DMdan olgan xaridimizni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Sizlar bilan qisqacha bo'lishmoqchiman. Mana bugun biz hammasi hip mahsulotlari savdo belgisi ostida mahsulotlar sotib oldik. Ozgina qizimni mazasi bo'lmagani uchun, qorinchasi dam bo'lgani uchun doktorga olib bordik bugun. Undan keyin ovqat ratsionini o'zgartirishga qaror qabul qildim. 3 ta olgan edik bundan. Lekin qizim buni yoqtirmadi. Ham mana hip belgisi ostida mana bunaqa pyurelar, mana bunaqa oldik. 2 ta buta keks oldik. Mana bunaqa muesli oldik. Germaniyada bir narsasini yaxshi ko'raman, hammasini yoshiga qarab belgilab yozib qo'yishi onalar uchun juda ham katta yordam. Mana buni hozir ochib ko'rmoqchi. Endi buni oldik. Bundan bugun hozir berib ko'rmoqchiman. Qanaqa gaplar o'rtoqlar?